Aka, assalomu alaykum. Keling. Mashinani hisoblab bering, iltimos, faqat srochniy. Tinchlik. Boshqa yoqqa bordim. Arzonroq aytishyapti-da. Menga $3000 srochniy kerak. Bu 14 karat yozib qo'yibdi. 585 pro bo'ladi bu. Aka, iltimos, faqat tezlashib bering. Ammo oddiy toshlaringiz bo'ladi lekin. Faqat shunga minus qilasizmi? Da, oq toshlaringiz qilaman. 585 pro bo'ladi. $3000 dan ko'p chiqadi-ku bu. Uning yog'ligi 121.93 chiqadi. Oddiy toshlaringizga 2 gram chiqib ketadi. Birjadagi bugungi narx 1.50 mingdan bo'lyapti. Shunda 125.926 ming chiqadi. 126 million tekis beramiz. Shunda qancha bo'ladi dollarda? 126 millioningiz 12.100 dan agar hisoblasak, $10.413 bo'ladi. Qancha grammiga hisobladingiz? Probasi qanaqa? 1.92 chiqdi. Mana qarang. Bundan 2 gramni olib tashladim oddiy toshlaringizga. Bugungi birjadagi narx 1.50 mingdan bo'lyapti. 125.916 chiqdi. Men sizga 126 million tekis berdim. 126 millionni biz 12.100 dan chaqib oladigan bo'lsak, shunda $10.413 bo'lyapti. Hazillashmayapsizmi? Yo'q, yo'q. Yaxshi aka, unda tezroq pul bera olasizmi? Tezroq, faqat shoshiling. Hozir men sizga pul sanab beraman. Bitta mana 40 million. Kichik nima yig'los? Yo'q, tinchlik aka, faqat tezroq bering. 80 million, Hmm. 100 million, 120 million. Bu yerda 6 million olib beramiz. Kichik bo'lsa nima yig'los? Bu yerda 6 million, shunda 126 million bo'ldi. Hammasi joyidami? Aha, joyida. Mayli, salomat bo'ling. Baraka. Rahmat aka. O'zingiz sotib.